Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qarang, bu joyda bir murshidi komilning tavsiya qilgan hojat namozi. Aytyaptiki, sahih manbalarda kelyapti, payg'ambarlar ham mana shu hojat namozi bilan o'zining hojatlarini Alloh taolodan istadi. Siz ham biz ham istadik, siz ham mana shunday istasangiz qanaqa hojatingiz bo'lsa sizga beriladi deyapti. Kesinlikle beriladi. Allohning izni bilan beriladi. Faqat albatta yuqorida oldingi videolarimizda, suhbatlarda aytilgani kabi taomingiz halol bo'lishi kerak, aqrabongiz bilan silay rahim bog'ini bog'lab qo'ygan bo'lishingiz kerak, og'zingiz toza bo'lishi kerak. Qaytadan aytyapmiz, og'zi buzuq bo'lgan erkaklar yoki xotinlar, bir, duongiz qabul bo'lmaydi, chunki buzuq og'iz bilan aytgan bo'lyapsiz. Ikki, buzuq ayib so'zlar aytgan paytda o'sha kishini iymoni undan chiqib ketadi. Iymon chiqib ketgan paytda habitat amaluhum, ya'ni amallari, undan oldin qilib yurgan yaxshi amallar hammasi o'chirilib ketadi. Hanafiy mazhabida shunaqa. Shofiy mazhabida agar iymoni chiqib kofir bo'lib o'lsa, yaxshi amallari bari o'chirilib ketadi. Ammo Hanafiy mazhabida iymoni chiqqan paytda yaxshi amallari ham chiqib ketadi. O'lishi shart emas. Juda ham tahlikali. U uyat so'zni aytgan paytingizda 1000 marta o'ylab ko'ring. Meni butun bugungacha qilgan amallarim chiqib ketadi-ku, men kofir bo'lib qolaman-ku deb o'ylab ko'ring. Onangni falon uyat so'zlar, og'zingga falon degan uyat so'zlarni aytadigan odamlar qayta o'ylab ko'rishsin. O'sha so'zni aytgan odam dindan chiqib ketgan bo'ladi. O'sha so'zni aytgan paytida dindan chiqib ketgan bo'ladi. Din ketgandan keyin nikohi fasx bo'ladi. Ya'ni xotini bilan ayoli bilan orasida nikoh yo'q bo'lib qoladi. Nikoh yo'q bo'lgandan keyin zino yashashga boshlaydi er xotin bir-biri bilan. Endi ular er xotin emas va tug'ilgan bolasi valadi zino bo'lib qoladi. Shuning uchun og'zingizga diqqat qiling. Erkaklar, xotinlar. U yomon so'zni aytishga nima kerak borki? Uni shayton aytyapti, yomon so'z ayt deb. Siz qaror berasiz, bundan keyin og'zimga yomon so'z olmayman deb. Bir kishiga achchiqlanayotgan paytingizda, mana biz ham yashayapmiz shu olamda, to'g'rimi? Masalan, mana turmush o'rtog'imni misol qilib aytay. Qancha achchig'i chiqadigan narsalar bo'lsa, hech qachon meni urmadi bugungacha va og'zidan hech yomon so'z chiqmadi. Oxiratda so'rasangiz, og'zidan bir uyat so'z chiqqanini men eshitmadim. Masalan, va hammamiz yashayapmiz bu olamda, lekin og'zingizga uyat so'z olishga kerak yo'q. Masalan, o'sha kishi bir kishi achchig'ini chiqargan paytda indamay bir Fotiha 3 ixlos o'qib, sukut qilib turaveradilar. Bir Fotiha 3 ixlos o'qib, sukut qilib qarab turaveradilar. Hech achchiqlanmaydilar. Tushunyapsizmi? Ana shunaqa mazza qilasiz, shunaqa odatingiz bor bo'lsa. Endi mana o'qiladigan hojat namozi hozir qaysi kunlardamiz? Va layalin ashr oyat karimada aytilgan, o'sha Qur'oni Karimda zikr qilingan Zilhijjaning 10 kunlaridamiz. Bu Zilhijjaning 10 kunlarining har biri Laylatul Qadr kechasiga tengdir. Laylatul Qadr kechasiga teng har biri. Masalan, Ramazon sharifda nima bo'lyapti? Laylatul Qadr qaysi kechada ekani yashiringan. Faqat bu ta'dilu deyapti hadis sharifda, tengdir deyapti. Unga o'xshashdir demayapti. Laylatul Qadrga o'xshaydi demayapti. Laylatul Qadr bilan teng deyapti. Xuddi kunduzlari ham Laylatul Qadrning sirri bor, kechalarida ham Laylatul Qadrning sirri bor. Ana shunaqa kunlardamiz. Ramazon sharifdagi rahmat qayerda? Laylatul Qadr kechasida. To'g'rimi? Eng muborak kechasi Laylatul Qadr kechasi. Ramazon sharifni boshqa kunlarida ham rahmat bor, boshqa kunlarida ham tajalliyot bor. Faqat Laylatul Qadr kechasidagi asror sababli boshqa kunlarida sir asror tajalliyoti bor. Zilhijjaning 10 kunida esa har kuni Laylatul Qadr, har tuni Laylatul Qadr. Shuning uchun bu kunlarda tasbih namozini, zikrni ko'paytirish kerak. Mana kechalari agar shu namozni kechalari o'qisangiz juda ham savobi ortib ketadi, chunki kechalarda yana bu Zilhijjaning 10 kunida Alloh taoloning zotining nuri tajalli qilyapti. Zilhijjaning 10 kunlarida Alloh taolaning zotining nuri tajalli qilyapti. Shu hojat namozini qilish kerak, 12 rakat.
Qarang, buni butun payg'ambarlar qilgan ekan. Alloh taologa qanaqa ehtiyoji bor bo'lsa, butun avliyolar, butun olimlar mana shu 12 rakat hojat namozini qilganida Alloh taolodan nima istasa istagani berilayotgan ekan. 2 rakatda bir salom qilasiz. 12 rakat namoz, 2 rakatda bir salom bilan 12 rakat namoz. Shunda 6 marta salom bergan bo'lasiz. Har rakatda shu suralar o'qiladi. 7 Fotiha o'qiladi. 7 Oyatul Kursi o'qiladi. 7 Kafirun, 5 Ixlos surasi. Ixlos surasi Qul huvallohu ahad bilasiz. Falaq surasi va 5 Nas surasi o'qiladi. Mana bu joyda yozilib turibdi. Bir marta alhamduni aytishdan oldin bismillahirrohmanirrohim deysiz. Ana shu namozni ichida bo'lgani uchun keyingilarda bismillahni aytish shart emas. Yoki har Oyatul Kursini o'qishdan oldin bir marta bismillahirrohmanirrohim deysangiz, har birida o'qishingiz shart emas. Bu namoz bilan butun avliyoulloh iltijo qildi, hojatlari cho'zildi, ya'ni berildi deyapti. Biz ham mana shu namoz bilan butun hojatlarimizni Alloh taoladan istadik, bizga ham berildi deyapti. Har istak uchun bu namoz qilinadi. Karohat vaqtlarida namoz qilish karohat paytlari bor. O'sha paytlarda bu namoz qilinmaydi. Masalan, bomdod namozidan keyin 50 daqiqada namoz qilmaysiz. Eng emniyatli bo'lgani 50 daqiqa namoz qilmaysiz. Taqvimlarga qarasangiz bilib olasiz. Yoki asr namozini qilganingizdan keyin ham hech qanaqa nofila namoz qila olmaysiz. Yoki peshin namozidan 20 daqiqa oldin ham namoz qila olmaysiz. Boshqa istagan paytingizda bu namozni qilsangiz bo'ladi. Imsok deymiz, ya'ni sahar paytida bomdod namozi kirgunicha namoz qilish mumkin emas. Lekin tahajjud paytida namoz qilsangiz bo'ladi. Bularni o'sha bilgan domlalarga yaxshilab so'rab olasiz. Xullas, istagan paytingizda tahajjud paytida qilsangiz bo'ladi. Bomdod namozidan keyin, quyosh chiqqandan keyin qilsangiz bo'ladi. Istaganingizcha qilaverasiz toki peshin namoziga 20 daqiqa qolgunicha istaganingizcha qilasiz. Keyin asr namozini qilasiz. Asr namozini qilgandan keyin ham hech qanaqa namoz qila olmaysiz. Asrni qazosini ado qilsa bo'ladi deb aytayapti olimlar. Ba'zi olimlar. Ana undan keyin ham oqshom namozi kirgan paytida, shom namozi kirgan paytida, shom namozini qilib bo'lgandan keyin ham istagancha namozni qilaverasiz. Xufton namozidan keyin ham istagancha namoz qilaverasiz. Gece gündüz her zaman kılınabilir deyapti. Bir kishi tahajjud paytida qaysi namozni qilsam bo'ladi deb so'ragan ekan. Shunga javoban buni videoni hozir tayyorladik. O'sha kishi sabab bo'ldi bu videomizga. Alloh taolo o'sha kishidan rozi bo'lsin. Peki tahajjud namozini qila olmaydigan kishilarni butun olimlar ittifoq qildiki, munofiqlar tahajjud namozini qila olmaydi dedi. Lekin har ko'rgan kishingizni sen munofiqsan, tahajjud qila olmayapsan deya olmaysiz. Keyin zuho namozi bilasiz. Bomdod namozidan keyin 50 daqiqa o'tgandan keyin, quyosh chiqqandan keyin zuho namozi qilsangiz bo'ladi, bilasiz. Ana shu shukr namozidir bu. Ne'matlar ziyoda bo'ladi. Niyat qildim shukridan ojiz bo'lgan ne'matlarni shukri uchun saloti duho namozi deb niyat qilinadi. Shunda ne'matlaringiz juda ham ko'payib ketadi. Shukrini ado qilgan bo'lasiz. 2 rakat islom ne'mati uchun qilinadi. 2 rakat Abu Hanifa mazhabida bo'lganim uchun deb qilinadi. 2 rakat butun ne'matlar uchun deb qilinadi va eng o'sha 3-marta qiladigan 2 rakatingizda o'tirib qilish kerak. Chunki shunchalar ko'p ne'matlar borki, oyoqda ham tura olmayman, ojizman deb ojizligini bildirish uchun, yo'qsa tanballigidan emas. O'tirib qilishni ba'zi avliyo tavsiya qilgan ekan.
ana shu duho namozini ham munofiqlar qila olmayapti deyapti, yoki Kafirun surasini munofiqlar yodlay olmaydi deyapti, yoki tahajjudga munofiqlar tura olmaydi. Qalbi o'lib qolgan kishilar tahajjudga tura olmaydi. Kim tahajjud namozini qila olmasa, qalbi o'lib qolgan deyapti. Qalbi o'lishi nima degani desa, o'sha kishi iymonidan ayrilib, iymonsiz ketishidan qo'rqiladi deyapti. Shuning uchun har doim sahoba-i ikrom o'sha xufton namozini qilgandan keyin shunchalar tezroq uxlashga harakat qilar ekanki, xufton namozini masjidda qilgandan keyin uylariga kelayotganida tugmalarini chiqarishar ekanki, tezroq borib uxlash uchun. Xufton namozidan keyin uyqudan boshqa xayrli ish yo'q degan hadis sharif ham bor. O'sha xufton namozini qilgandan keyin hamon uxlash kerak. Shunda tunda bemalol turib tura bilasiz. Kim inna a'toynakal kavsar, ya'ni Kavsar surasini 3 marta o'qib, Allohim meni tahajjud paytida qabul soatida uyg'ot deb duo qilsa, o'sha paytda uyg'otishadi sizni malaika. Bu sirni, bu surani sirridan xabardor bo'lgan jumla malaika, ruhoniyat meni o'sha soatda uyg'otsin, falon soatda uyg'otsin desangiz, daqiqasiga to'g'ri keladi. O'sha aytgan soatingizda sizni uyg'otishadi. Faqat kun bo'yi harom ishlar bilan mashg'ul bo'lsangiz, yomon ishlar bilan mashg'ul bo'lsangiz, g'aflatda kechirsangiz, sizni tahajjud paytidagi Allohga yuzlanishga Alloh taolo da'vat qilmaydi. Yana shunday hadis sharif bor, qancha ro'za tutganlar borki, ularning nasibi ochlikdan boshqa hech narsa emas. Qancha tahajjudga turganlar borki, ularning nasibi uyqusizlikdan boshqa hech narsa emas deyapti. Demakki, kecha namozga turgan paytingizda ibodatingiz qabul bo'lishi uchun harom halolga diqqat qilishingiz kerak, shubhalilarni yemasligingiz kerak, og'zingiz toza bo'lishi kerak, bilganingiz butun yaxshi ishlarga amal qilishingiz kerak. Yana bir kishi savol so'rabdi. Bir kishiga borib, hayotingda imtihonga tushib qolibsan, mana shu zikrlarni qilib yur deb musibatga uchragan kishiga tavsiya qilish xatomi? O'shani musibati menga urib ketadimi? Tortish qonuni degan narsa bor ekan-ku deb so'rayapti. Bu harfiyan har nuqtasigacha xurofot, xato, yolg'on, unaqa narsa yo'q. Palonchini taqdiri senga urib ketadi degan narsa yo'q. Agar sen o'sha kishini voy qara yomon odam edi, shuncha boshiga shunaqa narsa keldi deb hamma joyda yomonlab yursang, ana shunda uni qadari senga urib ketadi. Man ayyara ahahul muslim degan hadis sharif buni aytayapti. Lam yamut hatta ya'maluhu. O'sha ayib ishni qilmasdan o'lmaydi deyapti. Bir kishini tavba qilgan gunohini hamma joyda aytib yursangiz, o'sha kishini o'ziga ham aytaversangiz, sen shunaqa gunoh ish qilgansan-ku deb uni ishlagan gunohini siz ham ishlamasdan o'lmaysiz deyapti hadis sharifda. Endi bir kishi imtihonga tushib qolgan bo'lsa, boshiga musibat tushib qolgan bo'lsa, yomon ishlar qilib yurgan bo'lsa, unga borib haqni tavsiya qilish xatomi, to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Hamda o'zlaringizga vojib, chunki oyat karimalar aytayapti buni. Va tavasaw bil haqqi va tavasaw bil sabri va tavasaw bis sabri va tavasaw bil marhama degan qancha muru bil ma'ruf vanhaw anil munkar, qancha oyat karimalar, hadis sharif, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Oyat karimada unaqa qilmanglar deb munkarotni, ya'ni yomon ishlarni qilmanglar, yaxshi ishlarni qilinglar deb tavsiya qilmagani uchun o'zlari yomon ish qilmagan bo'lsa ham olimlar halok bo'lib ketdi deyapti. Yoki birovlarga haqiqatni tavsiya qilmagan olimga Alloh taolo g'azablanadi. O'shanga g'azabidan bir shaharni halok qilib yuborgani yana kitoblarda, hadis shariflarda naql qilinyapti. Yoki yana bir hadis sharifda innan nasa iza ra'ul munkara fala yughayyiruhu yushiku an ya'ummahumullohu bi'iqabihi deyapti. Ya'ni insonlar bir-biriga haqni tavsiya qilmasa, amr bil ma'ruf nahy anil munkar qilmasa, haqiqatni tavsiya qilmasa va haqsizlikni ko'rib turibdi. Ana shu paytda deyapti, ularning umumiga balo kelishidan kelishi kutiladi deyapti hadis sharifda. Shuning uchun har doim haqni tavsiya qilish kerakki, qaytaga duolaringiz tezroq qabul bo'lishi mumkin. Chunki jihodi akbardir haqni tavsiya qilish, jihodi akbarning ajri jamoli ilohiydir. Biz sizlarga duo qilamiz. Mana shu videolarimizni ko'p kishilarga ulashtirishingizni rijo qilamiz. Bizga mana shu ne'mat qarshisida Allohga shukr qilgan bo'lasiz. Shunda
Sizlardan ham duolar kutamiz. Lütfen o'zingizni chevrangizga, do'st yoronlaringizga tarqatib qo'ysangiz, o'shalar mana shu namozlarni qilsa, savobi sizga ham yoziladi. Ana shunaqa ajoyib ish qilgan bo'lasiz va bizni mana shu faoliyatimiz, mujadalamizda ajrga sherik bo'lasiz, siz ham o'rtoq bo'lasiz. Man radiya bi rajulin aw bi amalihi falahu mislahu deyapti. Bir kishining ishidan rozi bo'lsa, o'sha kishining o'zidan rozi bo'lsa, uni ajri unga ham yoziladi deyapti. Agar bu faoliyatimizdan rozi bo'lsangiz va mana shunaqa xabarlar qarshingizga, bundan ham yaxshi xabarlar qarshingizga chiqishini istasangiz, Alloh taologa shukringiz bo'lishi uchun buni boshqa birodarlaringizga ham tarqatib qo'ying. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت عالم به مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. Zilhijja oyining 10 kuni shunaqa sir asror bilan to'laki, kerak bo'lsa ko'zingizni bog'lab qo'ying, kerak bo'lsa og'zingizni ham bog'lab qo'ying, kerak bo'lsa qo'llaringizni zanjirlab qo'ying, kerak bo'lsa oyoqlaringizni zanjirlab qo'ying. To'xtamasdan Allohni zikr qilib o'tiravering. Shunda mana shu 10 kunning ichida qanaqa zuhurotlar, qanaqa kashfiyotlar bo'ladi, hayotingiz o'zgarib ketadi. Men sizga bir misol aytaman. Shu kunimizda darveshlar qanaqa hayot kechirishyapti. Begona yurtlarda g'arib bo'lib yashayotgan bir birodarimiz, bir musulmon birodarimiz mana bir hafta yoki 2 hafta bo'ldi. Juda ham taqvoli, ilm bilan mashg'ul bo'lgani uchun bozor o'charlarga ketishni vaqtini ayab, juda ham dunyo ishiga oz vaqt harjab, ko'proq ilm bilan mashg'ul bo'lib yurib, qanoat bilan yashayotgan bir darvesh birodarimiz bor, oilali. Ana shuni bir kishi tushlarida ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tushlariga kelib, bir qog'ozga o'sha darvesh birodarimizning ismini yozadi. Mana shu ummatimdan falonchiga deydi, shuncha miqdorda pul olib borgin deb bir kishini tushida aytadi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Qarang, ya'ni o'sha darvesh birodarimizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam pul yuboring deb aytyapti boshqa musulmonlarga, boy birodarlarimizga. Ana shunaqa qisqachasi sizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'rib turibdi. Turidul a'mal alalloh yawmal isnayn val khamsin. Alloh taologa amallaringiz dushanba va payshanba kunlari arz qilinadi va yughfaru kullu abdin la yushriku billahi shay'an. Ya'ni Alloh taologa shirk qo'shmagan hammani Alloh taolo mag'firat qilar ekan, xususan mana shu muborak kechalarda va istig'for o'qigan kechalarida. Illa man kana baynahu va bayna ahahu shahna. Faqatgina kimni ibodati qabul bo'lmas ekan bilasizmi? Musulmon birodari bilan xafalashib qolib gaplashmay yurganlar, musulmon birodari bilan gaplashyapti, lekin ichida unga qarshi buğzi bor, unga qarshi nafrati bor. Ana shularning duosi qabul bo'lmas ekan. Oralari muhabbat bilan to'la bo'lmagunicha, oralari shafqat bilan to'la bo'lmagunicha, ya'ni oralari isloh qilinmagunicha ularning amalini menga Alloh taolo arz qilmanglar deb aytar ekan. Ya'ni yaqulullohu azza va jalla da'u hazayni isnayni hatta yastaliha. Shu ikkisini tark qiling, menga shu ikkisini tashlang, ularni amalini menga olib kelmang der ekan, buyurar ekan, marhamat qilar ekan Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun insonlar bilan masalan hadiyalashing, orangizda muhabbat paydo bo'ladi deyapti. Yoki insonlarga duo qilib qo'yasiz, chiroyli duolar. Mana bo'ladigan el bir-biriga botirimsan deb aytadi, bo'lmaydigan el yaxshi taraflarini ham yomon qilib unuttirib yuboradi degan so'z bor. Ya'ni sen oilangda, qarindosh urug'ingda, aka-ukalaringning orasida eri xotin bir-biringizga yoki ota-ona bolalaringizga seni shunaqa yaxshi taraflaring borki, seni shunaqa yaxshi taraflaring borki deb o'sha yaxshi taraflarini Allohning shukri o'laroq, tahdisi ne'mat o'laroq maqtash uchun emas, ana shu niyat bilan ishontirish uchun, motivatsiya deydi-ku,
rag'batlantirish uchun seni shunaqa yaxshi taraflaring bor, shukr Allohga, sen bunaqa yomon ishlar qilmayapsan, sen shunaqa ishlarni qila bilasan deb o'sha kishilarni rag'batlantirish kerak, o'sha kishilarni ruhini o'stirish kerak. Agar bir kishiga mana bu narsani olib kel, mana uni qilma deb so'zlaydigan bo'lsangiz, bolalaringizga shunaqa xitob qiladigan bo'lsangiz, ruhi o'lib qoladi deyapti. Amr siyg'asida so'zlamanglar hattoki deyapti. Ya'ni mana uni qil emas. Mani o'g'lim ortiq mana shunaqa yomon ishlarni qilmaydi, to'g'rimi deb aytish masalan. Mana bir misol aytaman. Masalan, bolangizga aytdingizki, shu qatiqni yoki shu undan xamir turish olib qo'ygin dedingiz, yoki qatiqni hammasini ichib yormanglar, ertaga uyutqi qilaman, ozginasi olib qo'ying dedingiz masalan. Keyin 2 kun o'tdi, endi sut olib keldingiz, uyutqini olib qo'ydingmi desangiz, bolangizni tashvishlantirib qo'yasiz. Uni o'rniga bolajonim, uyimizda uyutqimiz bormi, yo'qmi deb so'rasangiz, bolangiz nima qiladi? Olib qo'ygan bo'lsa, ha, uyimizda uyutqi bor, olib qo'yganman-ku deb sevinib xabar beradi sizga. Qarang, shunaqa ham nozik bo'lishingiz kerak. Juda ham bir narsani aytishdan oldin juda qattiq o'ylanishingiz kerak. Eng chiroyli shaklda, guldek qilib, qanday qilib aytsam bo'ladi deb o'ylashingiz kerak. Juda ham nozik shaklda. Masalan, uyga mehmon kelyapti. Ko'p kuzatgan narsalarimiz bular. Masalan, bir qiz yangi turmushga chiqqan, endi uyiga ota-onasiniki mehmon bo'lib kelay deyapti, yoki endi turmushga chiqmoqchi va turmushga chiqadigan yigit uyiga mehmon bo'lib kelay deyapti ota-onasi bilan. Shunda o'sha qizni yashangan bo'lgan voqeani aytyapman. O'sha qiz onasiga, opalariga tegmanglar ovqatga, buzib qo'yasizlar deb ovqatni atrofida o'zi girdi kapalak bo'lyapti, qanday aytsak, va hammani qirib yo'yib, hammani xafa qilib, bilmaysizlar, ovqat bunaqa qilinadi, bunaqa qilinadi deb taom pishiryapti. Ana shunda o'sha kishini hayoti buzildi. U turmushga chiqqan yigit zino qilib ketdi keyin. Endi boshqa xuddi shunga o'xshash oila qizni uyiga endi yana turmush o'rtog'i mehmon bo'lib kelyapti qizni uyiga. Shunda o'sha qiz singillariga ibrat bo'lishi uchun aytayapti, men ovqat qilishga qobiliyatim juda ham oz. Mani onamni qilgan ovqati juda ham barakatli bo'ladi va hayotim juda ham chiroyli bo'ladi. Shuning uchun onajonim ovqat qilsin. Men qo'limni ham tegizmayman. Faqat onam shunga yordam ber, bunga yordam ber desa, o'shanga yordam beraman deb aytayapti. O'zi onalari unchalik yaxshi ovqat qilishni bilmas ekan. Lekin shunda ham ana shunaqa deyapti. Shunda lag'mon ovqati qilishyapti. Bilasiz, lag'mon ovqatida savuz deymiz-ku, savuz solmazsa u ovqat shirin bo'lmaydi masalan. Yoki balg'arsga solmazsa u ovqat shirin bo'lmaydi. Onasi ana shu ikki narsani solishni esidan chiqarib yuborgan. Shunda qizi borib, onajon, shu ikki narsani solishni esingizdan chiqaribsiz-ku deyishni o'rniga, onajon, shu ovqatga o'zi sabzi solinadimi, bolg'arsga solinadimi, o'zi shu lag'monni sho'rvasiga deb so'raydi. Qarang, shunda onasi, voy, aqling qisqami? Ovqatga sabzi bilan masalan o'sha bolg'arskani solmasa shirin bo'lmaydi-ku. Albatta bor olib kel deb aytadi. Ha, qarang, aqlimni men esimdan chiqaribman deb javob beradi. Bular hayotimizda yashangan narsalar. Keyin ana shu qiz turmush o'rtog'i bilan shunaqa ham baxtli, boy, badavlat bo'lishadiki, bular yashangan narsalar. Bular hayotimizda bo'layotgan narsalar. Shuning uchun atrofingizda bo'layotgan voqealarga bilimdonlik bilan, voy, aqling qisqa, seni bilmaysan deb emas, yumshoq, juda ham yumshoq, juda ham nozik, shunday gap aytingki, guldek isi chiqib tursin. Eshitgan odam mazza qilsin. Eshitgan odamni sen qanday yaxshisan deb ayting. Qarshingizdagi odam mana bu kishi meni juda ham yaxshi ko'radi deb o'ylasin. Siz uni masalan yomon ko'rasiz, lekin u sizni juda ham yaxshi ko'radi deb o'ylasin va siz ham uni yaxshi ko'rishga harakat qiling. Yaxshi taraflarini uyg'oting. Ba'zan shunday bo'ladiki, sizni ba'zi kishilar yaxshi ko'radi,
lekin siz unga qo'pol muomala qilganingiz uchun sizni yomon ko'radi deb o'ylab, ana uni ichida ham sizga qarshi kin paydo bo'ladi. Bular nima uchun aytilyapti? Chunki muasharat odobi bordir. Chunki insonlar bilan aslihu bayna zatikum deyapti. Orangizni tuzalting deyapti. Xuddi payg'ambarlarga o'xshab gapiring boshqalarga. Nega? Chunki innalloha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarga nimani amr qilgan bo'lsa, mu'minlarga ham xuddi o'sha narsani amr qilyapti. Vag'liz oyat karimada Alloh subhanahu va taolo mav'izai hasana ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mav'izatil hasana, chiroyli, eng chiroyli, guldek chiroyli, odamni mazza qildiradigan suhbatlar bilan haq yo'lga chaqiring deyapti, nasihat qilishda. Yoki payg'ambarimizga ham aytayapti, juda yumshoq bo'lmasang seni atrofingdan tarqalib ketishadi deyapti. Ularga qanotlaringni pastlab qo'nish deyapti. Juda yumshoq kelayotgan odamni eritib yuboradigan shaklda dushmanlik bilan kelyapti, ammo sen uni qalbida dushmanlik yo'q qilib tashlashing kerak. Uni shunaqa chiroyli gapirki unga valiyun hamim. Bir marta urushib qolgan kishilarga Alloh taolo nimani amr qilyapti? Bir marta urushib qoldingiz. Ana endi shunaqa do'stlashib keting, shunaqa issiq, shunaqa bir-biri bilan do'stlashib keting. Valiyun hamim, juda ham oralari qalin do'stga aylanib ketinglar, oldin urushib qolgan bo'lsanglar deyapti Alloh taolo. Nega bularni aytyapmiz? Chunki duongiz qabul bo'lishini yo'llari bular. Boy bo'lishingizni yo'llari bular. Hadis sharifda aytyapti, ar-rifqu yumnun val hirqu shu'mun deyapti. Ya'ni rifq yumshoqlik, boylik, barakot. Bolalaringizga juda yumshoq so'zlang 40 kungacha ko'rasiz qanaqa boyib ketasiz. Bolangizga, eringizga, qo'shningizga, qarindoshingizga faqat yumshoq so'z so'zlang. Siz bilan urushib yurgan odamga boringda, voy seni shunaqa yaxshi taraflaring bor, voy men adashib yurgan ekanman, seni shunaqa yaxshi taraflaring bor deb unda bor bo'lgan yaxshi taraflarni aytavering. Chunki bu tahdisi ne'mat, ya'ni Allohning bergan ne'matini zikr qilgan bo'lasiz. Allohning ne'mati o'sha kishidagi yaxshi xususiyatlar. Bo'ladigan el bir-birini botirim deb aytadi, bo'lmaydigan el botirlarni ham lapashang deb yo'q qilib tashlaydi. Bir-biringizni motivatsiya deydi-ku, bir-biringizni rag'batlantirib, bir-biringizni qanaqa chiroyli odamsan, qanaqa chiroylisan. Yaqinda bir birodarimizni o'g'li uylandi va yangi ishga kirdi. O'sha birodarimiz bizga so'rayapti telefonda, yozuv bilan, сообщение bilan so'rayapti. Mani o'g'lim deyapti, o'zi yumshoq, xarakteri yumshoq, lekin rahbar bo'lib bir joyga ishga kiryapti, qattiq qo'l emas. Endi hech kim uni hurmat qilmay qo'yadi. Nima qilsin? Psixologlarga boryapti deb aytayapti. Uni lapashang bo'lib qolganining sababi xotini va onasi va otasi. Psixologlarga borish kerakisi yo'qki. Psixologlar bizga kelsin. Aslo psixologlarga borishga kerakisi yo'q. Nega? Chunki Qur'on bizga o'rgatyapti. Psixolog nima debdi o'sha kishiga? Zo'rlab turib, o'zingni zo'rlab turib, qattiq qo'l ekaningni ko'rsatishing kerak debdi. Bu sharmandalik. Zo'rlab turib qattiq qo'l ekaningni ko'rsatma. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men ko'p kulguvchi va ko'p o'ldirguvchiman deb aytibdi hadis sharifda. Ya'ni masalan Abu Jahl chiqdi, sen naqadar irganchik, sen naqadar nafrat, chirkin, sen naqadar basharang buzuq, hasho va lillah degan so'zlarni aytganida payg'ambarimiz kulib turib, ha, shunaqa to'g'ri aytyapsan dedi. Keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kelib, sen qanaqa ma ajmala bashashatuka, ma ajmala wajhuka, ma alyana kalamuka. Umar radhiyallohu anhu ham shunaqa maqtagan edi. Deb maqtagan paytida, ha, to'g'ri aytyapsan dedi. Nega ikkalasiga shunaqa deding deganda, chunki mu'min oynadir, boshqa kishi kelib qaraganida o'zini ko'radi dedi. Xullas kulib turib, eng kuchli insonlar kulib turib gapira oladi. Sen bir joyda rahbar bo'lsang, man valiya umuril muslimi hadis sharifga amal qil. Farafaqa farfuq alayhim, man shaqqa fashquq alayhim. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis sharifi. Kim musulmonlarga boshliq bo'lgan bo'lsa, rahbar bo'lgan bo'lsa,
va u musulmonlarga qattiqqo'llik bilan muomala qilayotgan bo'lsa, ey Allohim, sen ham ularga, u kishiga qattiqqo'l bo'l. Qattiq qil uni ishlarini, juda ham qiyinlashtirib tashla uni ishlarini. Kim musulmonlarga rahbar bo'lganida juda yumshoq muomala qilayotgan bo'lsa, sen ham uning ishlarini yumshoq qil, chiroyli qil, muloyim qil. Qarang, yumshoqlik bilan talab qilinadi. Din shunaqa deb, din buzilgan joyda ta'viz bermaydi. Din buzilgan joyda aslo ta'viz bermaydi. Bashariy xatolarini af qiladi. Masalan, choyni oppoq gilamga to'kib yubordi bolangiz yoki ishchingiz. Hech narsa qilmaydi, voy, hech narsa qilmaydi deb aytasiz. Chunki gunoh emas-ku. Endi gunoh ish qildi, arzimagan bir gunoh ish qildi. O'sha joyda qattiq turasiz. Shunaqa. Dinimiz nimani amr qilayotgan bo'lsa, o'shani qilishimiz kerak. Sen yumshoq, qanchalar yumshoq bo'lsang, qarshingdagi kishi shunchalar mazza qiladi va shunchalar senga haqiqatan hurmat qiladi. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت عالم به مني. اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي، أبو بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنك لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد مقابلنا واسلل سخيمة صدورنا. Bu duolarga amin deganlarni Alloh taolo ikki jahonda aziz aylasin. Bu duolarga amin deganlarni bolalarini Turon quradigan, butun arab o'lkalarini, butun musulmonlarni birlashtiradigan, juda ham katta avliyoullohdan, solihindan aylasin, taqvoda muvaffaq qilsin o'sha kishilarni. Akramakum indallohi atqakum deyapti. Insonlarning ichida eng sharafli bo'lganingiz, eng taqvoli bo'lganingizdir deyapti. Siz bolalaringizni juda ham taqvoli qilib yetishtiring. Alloh taolo ularga juda ham yuksak maqom, martabalarni beradi. Bergay amin ya arhamar rohimin. Bolalaringiz bizning bolalarimiz, nasllarimiz, butun olamda islom olamini birlashtiradigan Fotih Sulton Mahmud Xon kabi ki 70 avliyoni quvvatida. Mana bugun 29 may oyi 1453-yilida Fotih Sulton Mahmud Xon Istanbulni fath qilgan edi. Ni'mal amir deb hadis sharifda kelyapti. Fath qiladi Konstantiniya, ya'ni Istanbulni deyapti. 1453-yil 29 mayda Istanbulni fath qilgan edi Fotih Sulton Mahmud Xon hazratlari. Mana Istanbulni fath qilganiga 572 yil bo'ldi bugun. Lekin Istanbulni endi zolimlar fath qilib olgan deyapti ulamo. Nega? Chunki xuddi Leninni bizni otamiz, bizni padarimiz deb xalq hurmat qildi. Keyin qarasa Lenin aslida musulmonlarni idom qilgan, ulamolarni qatl qilgan kofir, shafqatsiz, zolim ekani keyin ochiqqa chiqqani kabi ular ham Otaturk deb birovni sig'inishadi. Sig'inamiz deb o'zlari aytishyapti. Otaturkka biz topinamiz, sig'inamiz deb aytishyapti. Lekin musulmonlarni qatl qilgan bir zolimni o'zlariga boshliq, o'zlariga rahbar deb aytganlar bor. Ularning ichida haqiqiy musulmonlar ham bor. Ana shunaqa ahvolda. Mana O'zbekistonimizda, Toshkentimiz yoki Samarqand, Buxoro, Namangan va soira bu joylarimizda xalq taqvoni hurmat qilish kerak, taqvoga amal qilish kerak. Hamma joylarda, masalan, Turkiyada bir qishloq bor. O'sha qishloqda ko'pchiligi domla. Ko'pchiligi domla va o'sha qishloqda muzikalik to'y bo'lmaydi. Qanday yaxshi, to'g'rimi? Islom obod degan ismi ham bor o'sha qishloqning. Masalan, muzikali to'y mumkin emas o'sha qishloqda. Qanday yaxshi, jannat kabi bir qishloq. Qanday yaxshi. Ana shunaqa xalq talab qilsa hamma narsa bo'ladi. Endi boshlashingiz qiyin bo'ladi. O'sha boshlayotgan paytingizda o'ylangsiz, Estaizu billah va lanajziyannahum ahsanul lazina kanu ya'malun deyapti Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni ilk boshida juda ham zaif taqvo qilasiz, juda ham zaif. Faqat bilingki, Alloh va'da qilyapti.
biz ularni qilgan amalini eng ahsanini, yana ham kuchliroq taqvoni sizga mutlaqo nasib qilamiz deyapti. Masalan, ilk boshda Qur'oni Karim o'qiyotgan kishi qanchalar qiynalib o'qiydi. Harfni harfga qo'shishda yig'lab yuboradi. İlk boshda shunaqa bo'ladi. Keyin zamonlar o'tganidan keyin buyuk hofiz bo'lib yetishadi. Allohumma aghnina bil iftiqor ilayk va la tufaqqirna bil istighnai ilayk. Ya'ni senga muhtojlik, senga muftaqir, seni diningni ihyo qilishga muhtoj, seni taqvongni ihyo qilishga muftaqir bo'lish bilan bizni ma'nan boy qilgin. Shu taqvo menga kerak emas, shuni qilish menga kerak emas degan istig'no bilan ma'nan faqir qilma bizlarni degan duo bu. Alloh taolo bu yergacha suhbatimizni eshitgan kishilardan rozi bo'lsin. Butun sayyiotini hasanotga tabdil qilgan bo'lsin. Amallarini, bundan keyingi amallarini payg'ambarlarning amallari qilib o'zgartirib qo'ysin. Chunki yamhullohu ma yasha deyapti oyat karimada. Allohumma in kuntu shaqiyan fi ummil kitabi vamhu ismi min divanil ashqiya'i. اللهم إن كتبتني شقيا فاكتب سعيدا وامح اسمي من ديوان الأشقياء سمني تقيا وارزقني آية الأنبياء واحشرني في زمرة الأنبياء وأعيذني من درك الأشقياء وانصرني على جميع الأعداء آمين يا أرحم الراحمين. Bu duoda nima deyapti? Agar meni shaqiylar daftariga yozgan bo'lsang, o'sha joydan o'chirib baxtiyorlar daftariga yozib qo'y. Meni ashqiyo, baxtsiz, osiy qullaringni yuradigan joylarida yurgizma, qiladigan ishlarni qildirma deb aytayapti. Mana avliyoullohdan ayla Allohim deb aytilyapti. Ana shu duoni sirri suhbatimizni bu joygacha eshitganlarga nasib qilsin. Amin ya arhamar rohimin. Endi ba'zi kishilar xotinlarni ovozi harom emasmi deb so'rashyapti. Yo'q. Oyat-i karimada va qulna qawlan ma'rufa, xotinlar qavli ma'ruf so'zlasin. Og'ir boshli ma'ruf vajh bilan sog'lom so'zlar so'zlasin. Sovuqqon sof vijdon bilan sog'lom so'zlar so'zlasin deb aytayapti. Ya'ni bir ona bolasiga qanaqa nasihat qiladigan bo'lsa, ana shunaqa achchiq nasihatlarni aytish izini bor dinimizda. Sahoba-i ikrom Oysha volidamizdan 2200 kusirot bilan hadis sharif o'rgandi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam diningizning yarmini shu Humayrodan o'rganing hadis sharifi bor edi. Kama qala nabiy sallallohu alayhi vasallam. Yoki Umar radhiyallohu anhuning majlisida bir xotin, ey Umar, sen adashding. Ihtahunna qintara oyat karimasi yo'qmi? Nega mehrni oz ol deyapsan? Qop oltin olsangiz ham bo'ladi degan oyat kalima yo'qmi deganida Umar radhiyallohu anhu ha men adashdim, xotin to'g'ri aytayapti dedi. Agar xotinning sesi harom bo'lgan, ovozi harom bo'lgan bo'lsa edi, Umar radhiyallohu anhu ey xotin, nega erkaklarning majlisida ovozingni chiqarding deb aytgan bo'lar edi deyapti olimlar. Yana oyat karimada min varai hijob, ya'ni parda orqasidan gapirsin xotinlar deb aytayapti. Bular ulamoni aytgan dalillari. Endi harom bo'lgan joyi bu namozlarda, qiroatlarda, oyat karimalarni qiroat qilishlarda xotinlarning sasi harom deb aytilyapti. Nega biz maydonga chiqdik? Chunki domlalar bu shubhali narsalarni yemang, domlalar shubhali narsalar harom, restoran, lokantalarga borib ovqat yemang deb aytadigan bir erkak domla bo'lsaydi, biz bularni sizga aytishga majbur qolmas edik. Biz O'zbekistonimizda shubhali va zararli, ya'ni tashqarida sotilgan tayyor taomlarni yeyish man qilinsin deyish uchun maydonga chiqdik. Yana shunga o'xshash unutilgan diniy hukmlarni ihyo qilish uchun maydonga chiqdik. Bunga majbur qoldik, chunki aytayotgan, buni aytib hayqirayotgan domla yo'q. Hatto mana Abror Muxtor domlaning uylanishga pulingiz yo'q bo'lsa, foiz bilan pul olib bankadan uylanavering degan fatvosi bor. O'sha fatvoni bir kishi bizga yozibdi. Bu fatvosi xato-ku, shunga nima deysiz deb yozibdi. Unga biz inshaallohul karim bir ma'ruza tayyorlaymiz. Oldindan ham va'damiz bor edi. Vaqtimiz biz hozir
vaqtimiz bo'lmayapti. Vaqtimiz sizlardan duo istaymiz. Alloh taolo vaqtlarimizga barakot berishi uchun duo istaymiz sizlardan. Va bu fatvo xatodir. Chunki Alloh subhanahu va taolo limanisturro mahmaza kalimalarini aytyapti oyat karimada. Agar o'lim qolim ya'ni hayotiy bir masala, o'sha narsani foiz bilan bir narsa taom sotib olmasa o'sha kishi o'lib qoladi. Ana shunda ijozat berilyapti. Xullas bu mavzu juda ham uzun. Inshaallohul karim gaplashamiz. Bu joyda bilgan bo'ling, faqatgina foiz bilan uylanish xato, foizga pul olib uylanish xato. Uylana olmayotgan kishilarga taqvo qiling deb aytiladi, toza taom yeying deb aytiladi, ro'za tuting deb aytiladi. Dunyodan qoldiki, Robiyatul Adaviyaga o'xshagan qancha avliyolar bor edi, uylanmasdan o'tib ketgan. Ha, sunnatdir uylanish, faqat siz bunga chora topa olmayotgan bo'lsangiz, hatto oxir zamonda ummatimning eng yaxshilari uylanmaganlaridir degan hadis sharif ham bor. Nega? Chunki zamon buzilib ketdi. Kelgan bolaga sen toza luqma topib bera olasanmi? Ana shunaqa masalalar ham bor. Buni faqatgina siz sionizmning, masonlarning uylanmanglar, mana shunaqa buzuq yo'llar bilan yashab yuraveringlar degani deb o'ylamang. Bu faqatgina zikr bilan Allohga o'zini atash, zuhd bilan shahvatdan uzoq turib yashash haqidagi hadis sharifdir. Xullas dunyo buzildi. Lekin taqvolar diniy fatvolar ihyo qilinsa hamma narsa tuzaladi. Agar domlalar zararli narsalarni sotmaysiz, taomda ishlab chiqarilgan taomni aslo sotmaysiz degan fatvo chiqarsa, shubhali ichiga narsa qotilganini sotmaysiz, tabiiy taom sota bilasiz deb fatvo chiqarsa, o'sha sanoat egalari, tijoriy kishilar tuprog'i bilan sizga tabiiy narsani eshigingizgacha olib kelishadi. Tuproq, mana Rossiyada organik magazinlar bor, Qozog'istonda organik magazinlar bor, organik magazin deb yozib qo'yishgan. Tabiiy narsalarni sotishadi faqatgina. Bo'lar ekan u. Ishlab chiqarilgan, ichiga bir narsalar aralashgan narsalarni, to'z holiga kelgan narsalarni yemang. Ba'zi kishilar nima yeymiz deb so'rashyapti. Tabiiy Alloh taolo qanday yaratgan bo'lsa, ana shu holi bilan dasturxoningizga, uyingizga olib kelasiz va undan istagan narsangizni pishirib yeyverasiz. Masalan, tabiiy narsalardan go'sht. Mana Qurbon bayrami kelyapti. Qurbon kesgan paytingizda kimlar qanaqa qurbon kesishingiz kerak bilasizmi? Kimlarga vojib bo'ladi qurbon? Agar bir erkak o'ziga qurbon kesdi, hamma oilamiz uchun deb kesa olmaydi buni. Agar bir xotin qo'lida bir qo'yni pulida keladigan telefoni bor bo'lsa, masalan aytaylik, bir qo'yni puli qancha O'zbekistonda? Aytaylik $50 masalan deyapmiz, yoki $100. Misol beryapman. Endi seni telefoning ham $100 sa, demakki senga qo'y kesish vojib bo'libdi. Agar seni uyingda qimmat gilamlar bor bo'lsa, seni uyingda qimmat divanlar bor bo'lsa, seni uyingda qimmat kir yuvish mashinasi, xolodilnik vasoira bor bo'lsa, ana seni chiroyli bir qo'yni pulidan keladigan tuflilaring, ustingda chiroyli kiyimlaring bor bo'lsa, oltinlaring bor bo'lsa, ana senga qurbon kesish vojib bo'ladi. Faqat senga emas, bolangga agar o'sha qimmat velosipedlar, qimmat telefonlar olib bergan bo'lsang, bolangga ham vojib bo'ladi. Faqat shuni unutmang, qurbon kesgandan keyin kambag'al bo'lib qolaman deb o'ylamang. Aksiga, kim faqir esa qurbon kessin, boy bo'lib ketadi deyapti. Nega? Chunki hadis sharifda man anfaqa fi sabilillahi kataballohu lahu 700 ajron. Qurbon uchun bergan pulingni 700 misli senga Alloh taolo qaytarib beradi. Bunga shubha qilmasliging kerak. Ikkinchidan, yana bir xusus, qurbon kesmagan kishini xabaringiz bo'lsin, doktorlar pichoq bilan amaliyot, nima deymiz? Operatsiya qilish uchun kutib turibdi. Kutib turishibdi, deyishyapti. Ya'ni qon mutlaqo chiqadi. Shuning uchun qurbon kesing, bevaqt o'limlar daf bo'ladi. Qurbon kesing. Chunki qadari mubham bor, qadari muhkam bor. Ya'ni bir kishini umri uzalib ketadi. Masalan, Jabroil alayhisalom
Yo'q, Azroil alayhissalom keldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Shu bolani dedi, umri qisqa bo'ldi. Men keyingi namozda kelmaydi. Men uni jonini olaman dedi. Shu yigitni dedi. Keyingi kuni namozda qarasa, yana o'sha yigit turibdi. Namozda. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha yigitni uyiga bordi. Nima bo'ldi uyingda deganida, men uyimizga bir ikki nonimiz bor edi. Bir tilanchi keldi. O'sha nonimizni o'sha tilanchiga berdik va uxladik. Keyin azon bo'ldi, tong otdi, namozga keldim deb aytdi o'sha yigit. Shunda uyiga borib yostiqni tagini ko'tarib qarasa, qora ilon yotgan ekan. Ilonga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radi, "Nima qilib yotibsan bu joyda?" deganida, Alloh subhanahu va taolo menga shu yigitni chaqib o'ltirasan deb amr qilgan edi. Men o'sha yigitni chaqib o'ltirish uchun kelgan edim. Keyin nima bo'lganini bilmay qoldim deb aytdi o'sha ilon. Ya'ni sadaqa bilan umr uzadi. Sadaqa bilan balolar daf bo'ldi. Xuddi shunga o'xshab qurbon kesish bilan sen umringni uzatgan bo'lasan, bolalaringni yaxshi ko'radigan bo'lsang, unga telefonlar, chiroyli o'yinchoqlar olib berayotgan bo'lsang, bolangni yaxshi ko'rsang, bolangga bir sana bo'yicha balo kelmasin, kasal bo'lib qolmasin desang, o'zing ham doktorlarni operatsiya stollariga tushib qolmaslik istayotgan bo'lsang, qurbon kes. Uyingizda qancha bolangiz bor bo'lsa, katta bir dona sigir kesishni o'rniga masalan 3 kishi bormi uyingizda, 5 kishi bormi? Kichkina o'sha go'shti yeyiladigan qo'ylardan 5 donasini kesasiz. Shunaqa kichkina deganimiz unaqa mushukka o'xshash emas. O'zi shariatda belgisi bor. Go'shi yaxshi. Nega kichkina deyapmiz? Chunki shariatni musoda etgan vaqtidagi, yoshdagi qo'ylarni kesishingiz kerak yoki echki juda ham suti shifo bo'lgani kabi go'shti ham shifodir echkining. Ana shularni kesasiz. Har birini ismiga, har sana yo Rabbi, meni bolalarimga ham kesib olishim nasib qil desangiz, hatto qurbon kesish uchun qarz olsangiz ham bo'ladi deb aytayapti hadis sharifda. Tushundingizmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qurbonda 100 dona hayvon kesgani ham hadis sharifda kelyapti. Yoki İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselam Alloh taologa dediki, o'sha İbrahim aleyhisselamni o'zingga Halilulloh qilib tanlab olding, Allohni do'sti qilib tanlading. Uni men imtihon qilgim kelyapti. Uni o'zim yaqinan shohid bo'lishni istayapman. Qanchalar seni do'stlik maqominga loyiq ekaniga men shohid bo'lishni istayapman. Albatta sen to'g'ri tanlagansan deb uni imtihon qilishga Alloh taolodan izn istadi va bir bechora bir kishi suratida Ibrohim alayhisalomning oldiga bordi. Rivoyatlarga ko'ra Ibrohim alayhisalomni 15 ming miydi? Men hozir esimdan chiqdi. Ana shunaqa juda ham katta miqdor, 35 mingmi qo'yi bor edi. Men unutdim hozir. Va o'sha qo'ylarini Ibrohim alayhisalom boqib o'tirganida Cebrail alayhisalom keldi va Allohni zikr qil deb aytdi Ibrohim alayhisalom. Shunda Cebrail alayhisalom Subbuhun quddusun Rabbuna va Rabbul malaikati va ruh deb zikr qildi Alloh taoloni. Ha, 13 ming dona qo'yi bor ekan. 13 ming dona. Ibrohim alayhisalom. Shunda Cebrail alayhisalom Subbuhun quddusun Rabbuna va Rabbul malaikati va ruh deb zikr qilganida Ibrohim alayhisalom fayzidan deyapti bir hadis sharifda. Yerdan oyoqlari ko'tarilib ketdi deyapti. Shunchalar fayzidan bir marta do'stining zikrini eshitgani uchun va qurbonimni yarmini senga beraman, sen ol dedi. Ha, bu qo'ylar kimniki deb so'raganida Robbimniki, men vakolatan bularga qarab turibman deb javob berdi. Qarang, shunaqa deyishimiz kerak ekan. Sohibiman men demasligimiz kerak ekan. Shunda masalan keyin yana bir marta zikr qil, senga qurbon qo'ylarimni yarmini beraman shu zikring uchun. Yana bir marta zikr qil deb rijo iltimos qildi. Yana bir marta zikr qilganida butun qo'ylarim hammasi seniki,
Yana bir marta zikr qil dedi. Yana bir marta zikr qilganida Jabroil alayhissalom Ibrohim alayhissalom aytdi, shu butun qo'ylarim saniki, men o'sha qo'ylaringni boqib beruvchi quling bo'lay, senga tashakkuran, yana bir marta zikr qil deganida ana shunaqa javoblar aytgan edi. Qarang, Alloh uchun nima qildi endi? Butun qo'ylarini va o'zini nafsini qurbon qilib yubordi. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bobolarini bilasiz, Abdulloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men ikki qurbonni o'g'liman deb aytayapti. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bobolari Abdulloh uchun 100 dona tuyani qurbon qilgan edi. Xullas, Alloh subhanahu va taologa kesgan qurbonimizning eti, qoni, go'shti yoki qoni ulashmaydi. Yanaluhu taqvo ulashadi Alloh taologa. Xullas, qurbon kesish juda ham zaruriy, vojib va foydasi benihoyadir. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت عالم به مني في أمان الله.